Boshqacha yakun. O'lim jangi. O'ldir uni. Qoyil, olqishlar. Endigi navbat yer qirolligi jangchisi Liu Kang. Va biz endi jangchilar ustuniga qarasak, bu yerda qizil skorpion, yashil skorpion, kulrang skorpion. Ha, mana Liu Kangning keyingi raqibi pushti skorpion. Birinchi raund. Jang. Yedim. Liu Kang g'olib. Nima? Sen nima qilding? Nima? Bu axir ajoyib-ku. Ha, yo'q. Kim aytdi turnirda ajdarho bo'lib jang qilish mumkin deb? Bu usul faqatgina dushmanlarga mumkin. O'ylabmanki, bu ajoyib chiqadi deb. Sizlarda ham bor-ku arqon otadigan jangchi. Ana bu yerdagi muzlatkichni gapirmasa ham bo'ladi. Do'stim, agar bunday jangga ruxsat bersak, ular motopila bilan yoki atom bombasi bilan kelib jang qilishi mumkin. Bular turnir qoidalari. Aytgancha, men buni ustida ishlaganman. Ko'ryapsanmi, agar men bunga ruxsat bersam, biz halok bo'lamiz. Xo'sh, yerni kim boshqaradi? Bu yerga kel. Mana bunisi juda ajoyib bo'ldi. Bilasanmi, sen haqsan. Qo'y, kel senga buni isitib beraman. Minnatdorman, do'stim. Do'stlik. Tamom. O'ldiruvchi quyosh soyasi. Fatality. O'zbek tarjima kanali uchun maxsus.